Mana bugun Madina Munavvara ziyoratiga chiqdik. Ziyoratchilarimiz bilan birinchi navbatda ziyorat davomida ziyoratchilar o'sha haligi tarixiy siyratga oid bo'lgan joylarni ko'zlari bilan ko'rib, ya'ni shu joyda eshitib, esida qolishligi uchun Qubo masjidiga bordik, Qiblatayinga bordik, uni tarixi haqida gaplashdik, Uhud tog'iga bordik. Uhud tog'ida nima voqealar bo'lganligini shu yerda chiroyli qilib tushuntirib, joylarini ko'rsatib, hamma yoqda zo'r qilib aytib berildi. Tushunishdi alhamdulillah. Mana endi 1-2 soatlik ziyorat davomida bularda toliqish hosil bo'lib qolmasligi uchun darrov mana Xurmo bog'iga keldik. Bu yerda ko'rinish boshqacha, manzara boshqacha. Kirgan odam baribir qandaydir dam oladi, rohatlanadi. Shabada, havosi mo'tadil. Kelgan ziyoratchilarni ko'p marta takrorlaganimizdek, xuddi o'zlarini ota-onalarini kutib olgandek, ota-onalarga xizmat qilgandek, yurakdan, sidqidildan xizmat qilishadi-da. Madina Munavvarada mana ziyoratlarda ko'rilyapti. Mana ravzalar bor, ravzalarga kiramiz inshaalloh. Dam olish mana Xurmo bog'iga kelib bu joylarda ham madaniy hordiq chiqarib, o'zlari taomlanib, rohatlanib, maza qilishadi. Hammasi shu ziyoratchilarning xursandchiligi uchun. Ibodat bilan birga malollanmasdan xursand bo'lib, maza qilib rohatlanishlari uchun-da. Endi shu xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lganlarni kutib qolamiz. Marhamat qilsin. Telefon raqamlarida yozilgan, inshaalloh bog'lanishib, aloqaga chiqsin, kelishsin, xursand bo'lamiz. Kundan kunga yangi qo'shimcha xizmatlar bo'lyapti. Alhamdulillah. Bundan ham go'zal bo'ladi, Xudo xolasa. Ravza shunaqangi ulug' joyki, ravzaga kirish har bitta kelgan ziyoratchining orzusi bo'ladi. Alhamdulillah biz jamoamiz bilan birgalikda juda ham bir chiroyli, tartibli harakatlarni qilgan holatda ziyoratchilarni ravzaga olib kiramiz. Buni kelib ketganlar biladi. Kelmaganlar mana shundan xulosa qilib tezroq kelishsa birga kiramiz inshaalloh. Ya'niki o'sha ravza vaqtlarini Toshkentda ofisda o'tirgan bolalar internet orqali, ya'ni sayt orqali tasrih, ya'ni ruxsatnomalarni chiqarib beradi, kunini tayin qilib bizga tashlaydi. Mana bugun ham 95 ta ziyoratchini olib kelyapmiz. Keyin ularga mehmonxonada bir vaqtda to'plab, mehmonxonada ravza haqida ma'lumotlar, bu yerda qilinadigan ibodatlar haqida ma'lumotlar bularni beramiz. Ana undan keyin bu yerga olib kelib, tashqarida bir saf bo'lib terilib, bu yerda yana bir qator yo'qlov qilamiz. Yana ancha-muncha tushuncha berish kerak bo'lgan joylarda tushunchalarni berib, tartib bilan Toshkent tomonidan chiqarib berilgan ruxsatnomalarni, QR kodlarni ko'rsatib, kompyuterdan o'tkazgan holatda ravzaga kirib kelamiz. Va yana o'zimiz birga kirib, mana ziyoratchilar bilan birga hammamiz ibodatlarni qilib, duolarni qilib, salovat salomlarni yo'llab, go'zal holatda aylanib qaytib ketamiz. Mana shunday tartibli ravzaga kirishni xohlagan ziyoratchilar marhamat kelinglar, xizmatimizdan foydalaninglar. Biz doim tayyormiz inshaalloh. Ziyoratchilarimiz 4 kun mobaynida Madina Munavvarada ibodatlarni qilib, ravzalarga kelib, 4-kundan keyin asosiy ibodat umra amaliga niyat qilib Makka mukarramaga yo'lga chiqiladi. Makka mukarramaga yo'lga chiqishda ehromni mehmonxonada bog'lab olinadi. Ehromni bog'lagandan keyin avtobuslarga chiqib, avtobuslar vokzalga olib kelib qo'yadi. Mana shu joyda yana bir qulayligimiz bor bizni. Chemodanlarni avtobusga yuklab, o'sha avtobus ziyoratchilarni poyezd vokzalga olib borgandan keyin ziyoratchilar tushib qolib, o'zlari, ya'ni avtobus o'zi chemodanlarni Makka mukarramaga olib ketadi. Sababi ehrom kiygan ziyoratchiga chemodanlarni yetalab yurishlik noqulaylik tug'dirmasligi uchun shu jamoamiz tomonidan bir o'ylab qilgan xizmat turida bu ham. Poyezdga chiqishdan oldin jamoaviy holatda labbayk Allohumma umra deb niyatlarni boshlab, umra niyatlarini qilib, talbiyalarni aytib, ana undan keyin poyezdlarga o'tirib, poyezdga chiqqandan keyin shu poyezd yurishni boshlagandan talbiya aytish boshlanadi. To Makka mukarramaga 2 soat 20 minutda yetib boradi. Makka mukarramaga yetib borgandan keyin yana xuddi ana shunday tartibda maxsus belgilangan avtobuslar, zamonaviy yangi avtobuslar bizni kutib olib, to'g'ri mehmonxonaga olib boradi. Mehmonxonaga borgandan keyin yana kalitlarni tarqatib, bularni hammalarini joy-joylariga joylangandan keyin Saudiya hukumatida ham, boshqa katta olimlar ham Makka mukarramaga yetib kelgan ziyoratchi to'g'ridan to'g'ri tavofga kirishmasligini maslahat berishadi. Sababi har qanday holatda ham insonda charchoq bo'ladi. Ya'ni kirib ozgina dam olgandan keyin o'zida yangi kuch-quvvat, g'ayrat, ya'ni o'sha ibodatga bo'lgan muhabbat yana ham ziyoda bo'lib, keyin xotirjam holatda haramga chiqiladi. Bizda ham xuddi shu narsa bor. Mehmonxonaga joylashgandan keyin 2 soat, 2,5 soat muddat beramiz. Bemalol dam olib, tahoratini yangilab, taomlanib, ana undan keyin hamma tushadi, to'planib, maxsus quloqchinlarimiz bor, ular tarqatilib,
ellikboshlar boshchiligida jamoamiz a'zolari o'sha quloqchinlar bilan ta'minlagandan keyin hamma ziyoratchilar bir bo'lishib, jamoat bo'lib umra amalini bajargani Ka'baga qarab yo'l olishadi. Mana endi bizda tashkil qilingan shuncha qo'shimcha xizmatlar haqida xabar beryapmiz. Mana jamoamiz a'zolari shunday sidqidildan ziyoratchilarga xizmatlar qilishyapti. Doktorlar hammasi mana yengilliklar, poyezdda yurishlik qancha odamga yengillik tug'diradi, yuk yetalamaslik. Mana shular haqida hammasini aytyapmiz. Endi eshitgan boshqa, ko'rgan boshqa. Agar sizlar ham shu xizmatlardan foydalanib, yengil, maza qilib, faqat ibodat qilaman, rohatlanib ibodat qilaman desanglar, pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Marhamat, telefon qilinglar, bog'laninglar, joylarni band qilinglar, kelinglar. Inshaalloh sizlar bilan ham mana shu poyezdlarda yurib Robbimiz azza va jallani baytlariga birgalashib borib, chiroyli ibodatlarni birgalashib qilamiz. Jamoa a'zolarimiz hamisha xizmatda. Mana biz Madina Munavvaradan poyezdda Makkaga yetib kelganimizdan keyin ziyoratchilarga bu joyga kelgandan keyin shunday shinam mehmonxonaga joylashgandan keyin birdaniga tavofga olib chiqishlik tavsiya etilmaydi. Sababi soha mutaxassislari aytadiki, yo'l yurib kelgan ziyoratchi albatta xonasiga kirib, xonada joylashib, o'ziga ozgina dam bersa, keyin ibodatga bo'lgan ishtiyoq yana ham ko'payadi. Ya'ni ibodatga kirgandan keyin huzurlanib, rohatlanib ibodat qiladi. Kelgandan keyin to'g'ri chiqadigan bo'lsa, qiyinchilik sezib qoladi. Shuning uchun biz mehmonxonaga mana shunday shinam, go'zal mehmonxonaga joylashtiramiz. Bu ishlarda ishchi guruhlar albatta katta hissasi bor. Ular juda chiroyli kutib olishadi, bayramona kayfiyatda kutib olishib, keyin bularni hammalarini o'sha joyda to'plab, ro'yxat bo'yicha xona kalitlarini hammasiga tarqatib berib, bu yerda hamma tushunchalarni beramiz. Oshxona qayerda, masjid qayerda, qanday holatda va bir oz muddat, ya'ni bir oz emas, bu 2 soat. Eng kami 2 soat bo'lmasa 3 soatga fursat beramiz. Ya'ni 3 soatdan keyin hamma shu joyda to'planadi. Belgilangan muddat kelganda hamma ziyoratchilar tushgan vaqtida ishchi guruhlarimiz bularga maxsus quloqchinlar tarqatadi. Maxsus quloqchinlarni tarqatishdan maqsadimiz bu joyda Allohning zikrini qilish, ya'ni tavoflar asnosida qayerda qanday duo qilish kerak, eng asosiy shu qilinadigan ibodatning ichidagi zikrlar ziyoratchilarga aniq ma'lumot tariqasida yetib boradi. Quloqchinlar taqqandan keyin hammamiz jamoat bo'lib bu yerdan, ya'ni jamoamiz kuzatib qo'yadi, ishchi guruhlarimiz Ka'baga muazzamaga qarab yurish bo'ladi. Inshaalloh o'sha joydan Ka'baga tushib borib, tavof amallarini boshlab, tavof boshlangandan keyin o'sha guruh yetakchisi oldida turib, qayerda nima amalni boshlash kerakligi to'g'risida tushuncha berishni boshlaydi. Ya'ni misol uchun Hajarul Aswadga kelganda qo'llarni ko'tarish, nima duo aytish, xuddi shu tariqada tavof amallari tugatiladi. Undan keyin chiqib o'sha joyda, ya'ni 2 rakat namoz o'qiladi, namozdan keyin zamzam ichiladi. Yana xuddi shu uslubda hamma birgalikda jamoaviy duo qilib, chiroyli bir-birlariga yaxshi tilaklarni bildirgandan keyin Safo Marvaga qarab o'tiladi. Safo Marvada ham xuddi shu tarzda, ya'ni ibodatlar bo'lib, oxiriga yetib 7 marta sa'y qilingandan keyin Marvaga, ya'ni o'sha oxirgi daqiqalarda amalda oxiriga yaqinlashgan bitta oldingi etapi shu Marvada tugaydi. Mana shu joyda turib jamoat juda bir chiroyli duolar qilib, bir-birini tabriklagan holatda, ya'ni Alloh qabul qilsin deb yaxshi tilaklarni bildirib, Ka'badan mehmonxonaga qaytib kelinadi. Mehmonxonaning o'zida nihoyatda chiroyli, go'zal, yaxshi sartaroshlar bor. Oxirgi amalimiz soch olish amali. Sochlarni olgandan keyin hammalari keyin o'zlarining xonalariga tarqab, ehromdan chiqishib, damlarni olishib, keyingi kungi ibodatlarni chiroyli qilib davom ettirishadi. Mana shu zaylda ibodatlarimiz, umra amallarimiz oxiriga yetadi. Buni endi bizda kelganlarning ko'pchiligi biladi. Bundan mamnun, xursand ham bo'ladi. Endi haliga ko'p eshitgandan ko'ra bir ko'rgan yaxshi deydi-yu. Mana shunday amalni bajarmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz. Jamoamiz xizmatini. Mana bu yerda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ma'lumotlar kerak bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilishib, ma'lumotlarni olishib, o'z joylarini band qilishlari mumkin. Kelishsin, bajonidil xursand bo'lib, hammamiz birgalashib mana shu joyda xizmatlarni qilamiz, ibodatlarni birgalashib qilamiz inshaalloh. Makka Mukarramani ziyorati haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, mana bugun Makka Mukarrama ziyoratiga chiqdik. Ya'ni tartib shunaqa bo'ladiki, ziyoratchilarning hammalarini to'plangan holda pastda hammalariga quloqchinlarni olib, ya'ni apparatlar tarqatiladi. Apparatlarni berib, maxsus biriktirilgan avtobusga oldiga raqamlar qo'yilgan. Hech adashmasligi, ikkilanmasligi uchun, chunki bu joyda 4 ta avtobus bo'ladi. Kim qaysi guruhga, qaysi avtobusga chiqishni bilmay qolishi mumkin. Shundan keyin avtobuslarga o'tirib, ziyoratni boshlaymiz. Birinchi boradigan joyimiz Savr tog'i bo'ladi. Bilasizmi, Savr tog'ini
tarixi juda ham uzunda. Shuning uchun bu yerdan chiqqandan keyin to Savr tog'iga borguncha imkoniyat qadar boshidan ma'lumotlar yetkazib boriladi. Mutaxassislar tomonidan aytib boriladi. Keyin bu yerga borgandan keyin u Savr tog'ini ko'rsatib o'tib tushuntiriladi. Keyin u yerdan o'tib to'g'ri Arafot vodiysiga, Haj vodiysiga, Rahmat tog'ini oldiga boriladi. U joyda ziyoratlar, ya'ni o'sha bizni jamoamiz tomonidan kelgan 5 ta 6 ta guruhlar a'zolari hammalari jam bo'lishib u joyda, ya'ni bitta ustoz ularga tushuntirish beradi. Qolganlari hammasi jon quloqlari bilan quloqchinlarda eshitishib, chiroyli holatda suhbatlar qilinadi. Bu yerda suhbatlar qilinib, u yerdagi ibodat, haj ibodatlari to'g'risida nima uchun Arafot deyilgan, qanaqa voqealar bo'lgan, hammasi batafsil yoritib beriladi. Keyin u joydan qaytilgandan keyin tartib bilan boshlanadi, ya'ni o'sha Muzdalifa vodiysi, haj amallarining ichida bo'ladigani. Muzdalifadan keyin Mino vodiysiga kelinadi. U joyda o'sha Ibrohim alayhisalomning qurbonlik so'ygan joylari haqida ma'lumot beriladi. Keyin shaytonga tosh otiladigan joylar bor haj amallarining ichida, u to'g'risida aytiladi. Keyin ana shundan yurib borib, birinchi oyat nozil bo'lgan Nur tog'ida, ya'ni Hiro g'ori haqida xabar beriladi o'sha Nur tog'ini oldiga borganda. Yana bu yerdan keyin tartib bilan shu bilan Hadicha roziyallohu anha onamiz dafn qilingan Jannatul Mualla qabristonining tarixi haqida ozgina gapirib beriladi. Shundan o'tgandan keyin nima sababdan jin masjidi deyiladi, mana shu haqida ma'lumotlar berilib, ziyoratchilar bilan dildan suhbat qilinib, yana keyin to'g'ri mehmonxonaga kelinadi. Bemalol mehmonxonaga kelgandan keyin ziyoratchilar tahoratlarni yangilab, ozgina o'zlariga dam bergandan keyin bemalol peshin namozlariga borishsa bo'laveradi. Keyingi kunlardan suhbatlarimiz, savol-javoblar bo'lsa, bitta jamoa a'zolari hammalari xizmatda hozir va nozir. Ularga shu murojaat qilishini ularga tushuntirib qo'yganmiz. Shu tarzda ziyoratlarimiz davom etaveradi. Endi mana shunday tartibli holatda Makka ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lganlar bo'lsa ichimizda, endi bu eshitgandan ko'ra ko'proq ko'rgan afzal. Kelinglar, birgalashib sizlar bilan ham chiroyli ziyoratlarni qilaylik. Ma'lumotlar kerak bo'lsa bitta telefon raqamlarini qoldiramiz. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni olib, joylaringizni band qilib, kelsangiz ko'zingiz bilan ko'rib, gaplarimiz rostligiga yana bir bor ishonasiz inshaalloh.